Keyin shu narsani o'zini narxiga sotaylik, xalq olib maza qilib yesa. Sababi o'zbeklarimizni dasturxoni konfet, shokolad, pista bodamsiz bo'sh turmaydi, bilasan. 1 millionlik shokoladlardan zo'r magazlarga olib kelib qo'yganmiz. Narxlari vobshe arzon. Qaymoq bodamda termalari. Kelganda qara ikkitadan standart hammasi ikkitadan chiqadi. Buni qara, bu Ozarbayjon bodam. Akbariy bodamda Andijonda tayyorlangani bu, bilasanmi? Qo'lda bitta burab, qovurib tayyorlaydi. Gajalar Adborni, Turkiya. Yana eng zo'r mahsulotim uchun mana shu Dubay shokoladlarini olib kelib qo'ydik. Buni ham bittasidan iltimos qilaman. Faqat mana hammada misol Dubay shokoladi deganda $50 keladi. Borsang millionlar narx qo'ygan-ku. Doim mehmon kutishda eng zo'rlarini qo'yadi. Sifati zo'r. Faqat mehmonlarimiz uchun. Nozik did sohiblari uchun. Xudo xolasa, chunki siz hammasi bizada podpischilarimiz nozik did sohiblari. Shuning uchun eng zo'rlari pistachkalilar deysizmi, ko'ngilingizga yoqqan har xillarni olib ketib tashladik. Narxlari o'zini narxida shunday berasan, qo'yda qo'yma, maza qilsin, olaversin. Uzoqdan ko'rayotganlarchi, zakat qilsa bemalol dastavka qilib, chiroyli qilib karaoke'ga solib berginki, ezilmasdan o'ta sifatli bo'lib borsin. Yoniga chiqaramiz, xudo xolasa. Chiroyli xannon pistalari mana bunaqa ajoyib mahsulotlarni yetkazasan inshaalloh. Bularda qara, mahsulotlarda. Chiroyli qilib teri qo'ygansan, bironta qurti chiqmaydi, bironta eskirgani chiqmaydi. Sababi bu mahsulotlarni bitta o'zimiz qo'ldan o'tkazamizki, shu klientlarimiz maza qilib olib yesin.